Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisiz? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kan do'stlar. Bugungi videorolikimiz Telegramga Tekin nakurt qurish haqida bo'ladi va bu haqida ko'pchilik kutayotgan videomiz 2026-yilda Tekin nakurtga Telegram uchun. Yaqin 12 daqiqa ichida sizlar bilan biz bo'lamiz. Aytgancha bir narsani aytib o'taman. Yaqin 12 daqiqa ichida videoni o'tkazmasdan ko'rishingizni maslahat beraman. O'tkazib ko'rib, chunki ko'p video ekan, to'da ekan deb o'tkazib yuborsangiz, siz tushunmay qolishingiz mumkin. O'sha tushunmagan joyingiz o'sha o'tkazib yuborgan videoyingizda bo'lishi mumkin. Va kommentga kirib savol berasiz va ushbu savolga esa biz javob beramiz. Chunki siz so'rayotgan savol o'sha videoni o'tkazib yuborgan joyingizda bo'ladi. Demak, tabriklaymiz do'stlar, unda videomizni boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz Telegram ilovasiga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng esa biz qidiruvga Telegram up deb yozib olamiz. Telegram up deganimizdan so'ng esa bizda mana shu kanal chiqarib beradi. 84 mingtalik a'zo. Bunga kirganingizdan so'ng esa mana bu yerda qadab qo'yilgan o'zi Telegramga. O'shan ustiga qadalgan xabar ustiga bossanglar, sizlarga programma beradi. Programma mana 17-sentyabr kuni 2024-yil tashlangan oxirgi marta. Bu yerda ko'p turishingiz mumkin. Mana shu programmani yuklab olasizlar. Buni faqat Androiddagilar, versiyadagilar yuklab ola oladi. Bu programmani bemalol yuklab oladilar. Hech qanaqasiga xavfli degan tomoni yo'q. Xavfsiz, eng xavfsiz. Shu paytgacha biz eng xavfsiz, eng foydali programmani ko'rsatib o'tib ketamiz. O'sha programmani sizlar yuklab olasizlar. iOSdagilar uchun bu yuklab olmaydi. Xo'p, shu narsani aytib o'tib ketaman. Bu programmani yuklab olganingizdan so'ng esa sizlarda menda programma ochilgan, yuklab olganman. Xo'p, qaranglar. Telegram akkauntlaringizni kiritasizlar. Telegram akkaunt kiritishda bitta narsaniga e'tiborli bo'lishni so'rab qolaman. Telegram akkaunt kiritishda rasmiy Telegram, ya'ni o'zlaringiz Telegram akkauntlaringizni kiritmaysizlar. Iloji bo'lsa, hech qanaqasiga zarar yo'q, kiritsanglar foydasi yo'q. Lekin no tarafi kanallarga a'zo bo'lib ketasizlar. Ko'payib ketadi, shunisi bor. Bu programmalar, ya'ni kanalga a'zo bo'lganingizdan keyin sizga tanga beradi. Tangani shu obunachiga almashtirasizlar. Shuning uchun iloji boricha nomer orqali qilishni so'rab qolaman. Agar nomer kerak bo'lsa, bizda nomer xizmatimiz bor. Telegram orqali bog'lansanglar bo'ladi. Mana tagida mana shu akkauntimizga yozsanglar yoki o'zlaringizda qo'shimcha akkaunt bo'lsa yoki tanishlaringizda yoki kimdir tanishlaringiz nomer sotsa, o'shalardan olganingiz ma'qul deb o'ylayman. O'sha bo'lsa, menda fake akkauntim bor. Men bu yerga hozir fake akkauntimni kiritib olaman. Xo'p. Mana bu Telegram akkauntim. Xo'p, buni kopiratsiya qilib olamiz. Xo'p, bitta yozamizmi deyman. 92lik. Tak, 332 va 217 519 217 519 kam bo'lib qoldi. 217 tak 15 19 ekan. Xo'p, 15 19. Xo'p, mana Telegram akkauntimizga kiritib olamiz. Yozganimizdan so'ng esa bizda mana bu yerda kod boradi. Va mana kelgan kodda esa 569 67 569 67 va kiritib olamiz. Va bizda mana bunaqa waiting deydi, kutib turing deydi va mana o'sha akkauntimizga kirdik. Mana Telegram updan keyin bizga kod beradi mana bunaqa. Bu kodni siz kopiratsiya qilib olamiz. Kopiratsiya qilib olganimizdan so'ng esa bu yerda dragni bosamiz. Bu yerda bizda kod bo'ladi, ya'ni gift kode degan joyi bor. Mana shu yerga biz boyagi kodni yozib olamiz. Xo'p, gift dedi. Mana bizga 10 ta coin taqdim etildi. Mana ko'rib turibsiz. Endi nima qilamiz? Biz bu yerda tangani ishlaymiz. Qaranglar, bu programma haqida ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin. Misolchi balkim o'zimda aktiv obunachilarim bor, ko'radi videolarimni. Faqat video chiqarganman. Yana so'radi. Juda ko'pchilik obunachilar so'radi. Bu programma ishlayaptimi? 2024-yil chiqargan ekansiz. Ko'rsatib o'tib keting. Ya'ni yangi video chiqaring. 2026 bo'ldi. Ko'rsatib o'tib keting. Ishlatgan bo'lsa, bizdan urinib ko'rak. Xo'p, mana hozir kirib oldik. Bu yerda endi joinni bosamiz. Joinni bosganimizdan so'ng esa mana bu yerda biz o'sha kanallarga a'zo bo'lyapmiz. Xo'p, siz Samsung S20 Ultra bu men o'zimman. Xo'p, bu yerda mana kanalga a'zo bo'ldik o'sha. Mana shunaqa kanallarga a'zo bo'lasiz, sizga tanga berib boradi. Kanallarga a'zo bo'lasiz, sizga tanga berib boradi. Mana o'sha kanallarga bitta a'zo bo'lyapmiz. Mana join 66 ta tanga bo'ldi. Xo'p, bu yerda keyin ko'rishingiz mumkin, mana a'zo bo'lgan kanallaringizni chiqarib beradi. Mana shu yerda nechta kanalga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, mana shu bo'limni chiqarib beradi. Yana joinni bosamiz 68 ta. Har bitta a'zo bo'lganimizga bizga 2 ta coin taqdim etiladi.
Xo'p, bu yerda endi men agar mabodo zakaz bermoqchi bo'lsak, bu yerda adashmasam hozir ko'ramiz. Esimda yo'q, men esimda ham chiqib ketib qolgan. Qanday zakaz berish, qanday uni berish, bu esimda yo'q chunki. Xo'p, menga 1 daqiqa vaqt berasizlar va tushunib olib ko'rib o'tamiz. Xo'p, 1 daqiqa vaqtim o'tgani yo'q, men bilib oldim. Endi qaranglar, hozir menda guruh yoki kanal yo'q. Hozir men bu yerga kanal ochaman. Kanal ochib, kanalimizdan zakaz beramiz nakurtkaga. Xo'p, buning uchun bizga kanal kerak bo'ladi. Kanal yoki guruh ochasizlar. Farqi yo'q. Ochasizlarmiz, o'zlaringizning kanal va guruhlaringiz bor-ku, aytgancha o'zlaringiz kanal guruhlaringizni kiritasiz. Aytgancha ommaviy holatda bo'lsa. Xo'p, Abbos nimaga deymiz? Bu yerga Abbos nak deymiz. Yozib olganimizdan so'ng esa bu yerga Abbos joy tashab nak. Bu joy yaroqsiz. Mana chiziq tashlaymiz. Mana bo'sh ekan. Mana kanalimizni ochib oldik. Hozir buni biz kooperatsiya qilamiz. Kooperatsiya qilish ham shart emas menimcha. Endi ko'rib, mana kanalimiz chiqdi. Mana, xo'p, bu yerda ana bu bo'limga o'tasizlar. Mana tanga yig'ib oldingiz, misol uchun. Yig'ib olganingizdan so'ng esa mana shu order bo'limiga kirib, mana bu yerdan kanallar bo'limi chiqasiz. Nechta kanalga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, o'zingizning kanalingizda qidirasiz bu yerdan. O'z kanal topib, mana bu kanal menga tegishli. Bu yerga men nakut ko'raman. Xo'p, bu yerda biz nechta nakut ko'rsak bo'ladi? Mana hozir bizda 68 ta ko'yin. Kelinglar, men bu ko'yinni sal ko'paytiraman, keyin videoni davom etaman. Sal ko'proq zakaz beramiz nakutkaga. Va oradan 1-2 daqiqa o'tdi va men ko'yinlar sonini 100 ta qilib oldim. Va endi order bo'limiga qaytib, biz kanalimizga nakutkani uramiz. Xo'p, bu yerdan biz Abbos nak. Xo'p, mana bu yerda o'rtaga olib borasizlar. Sizlarda nechta tanga bo'lsa, o'shancha tangaga olib borasizlar. Mana misol uchun 100 ta tangalaringizga 25 ta ko'yin urasizlar. Bu yerdan men orderni borsaman va konferensiya bosib olaman. Bosib olganimizdan so'ng esa your sexy full deydi va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, zakaz bo'limimizga chiqarib beradi. Mana 0 ta urilgan va bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana kanalimda 0 ta a'zo bor va asta-sekin qo'shila boshlaydi. Boshlanishiga biroz vaqt oladi, keyin yana tezlashib ketadi nakurtka. Misol uchun bu yerda kuniga farqi yo'q, qiz tangiz bo'lsa ketaveradi. Mana juda ko'p odam ishlatyapti bu yerda. Bular nakurtkami deyishlar mumkin. Bu nakurtka emas. Mana bular ham sizga o'xshagan, bizga o'xshagan odam. Bular ham kanallarga a'zo yig'yapti mana. Kanallarga a'zo yig'ib boryapti. Mana kimdir yana yangi kanal ochibdi bugun. Kecha ochgan, mana o'sha yana 65 ta a'zoni yig'ib olgan. Zakaz berib yig'ib yuribdi asta-sekinlik bilan. Tangiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p ishlayverasizlar. Kanaliga hozir menimcha bu odam bu kompaniya ishlatyaptimi bilmayman, chunki oxirgi marta gift kodda 25-fevral kuni tashlagan ekan, mana gift kodda. Har bitta gift kod uchun qanchadir miqdorda coin beradi. Mana videosi gifti bor o'zi. Mayli tashlansa ishlab qolar balkim, chunki orada pauza bo'lib ishlab turibdi. Bu programmani yana bir narsasini aytib o'tib ketaman. Buni Instagram versiyasi ham bor, Insta up degani ham bor. Bu haqida men video chiqarib o'tib ketganman. Qanday qilishi, masalan uchun bunda tanga yig'ish oson. Bunda tangani yig'ib, xohlasanglar Insta upga admin qilsanglar bo'ladi. Bu haqida men video chiqarganman. Xullas, agar Instagramga kerak bo'lsa, bu programmasi haqida video chiqarganman. Mana shu ekraningizda ko'rinib turgan shu videoni ko'rsanglar, mana shu previewdan ko'rib topib olsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar, hammasini tushuntirib o'tib ketganman. Qanday urishlarni, qanday juda ham oson. Chunki bu programmalar eng osoni. Misol uchun qarang. Hozir misol uchun zakaz berasiz, to'g'rimi? Tangalaringiz yechib oldi va buni kanallaridan chiqib ketsangiz, sizga hech qanaqasiga minusga ishlamaydi. Bu naborot hech qanaqasiga. Faqat 24 soatdan keyin 24 soatdan keyin chiqib ketinglar iloji bo'lsa. Nimaga? Agar sraz chiqib ketsanglar, keyin zakaz berish bo'limi juda ham qanaqadir nimadir momo bo'lib qoladi. Shu. Qayerga bir narsani aytib o'taman, agar bu programmani oldin ishlatgan bo'lsanglar, chunki oldingi videomni ko'rgan bo'lsanglar, misol ko'rganlar bo'ladi, обязательно sizlar uchun aytib o'tib ketyapman, yangi ko'rganlar uchun emas. Ishlatganlar bo'lsanglar, o'sha nomerlaringizni kiritmanglar. Kira olmaysizlar bunga. Chunki bir marta nomerda bir marta qabul qiladi, bitta nomerda bir martaga qabul qiladi. Shu virtual nomerdan kirsanglar, sizlarning foydalaringizga ishlaydi. Bemalol kimdir qiziqadi, chunki ko'pchilik yozar, aka coin ishlash haqida chiqaring. Ko'pchilik coin yig'ib, o'shalarga a'zo obmen qilishda qiziqadi. Shu sababli men o'sha haqida video chiqaryapman. Mana shu programma 2024-yil ishlab chiqargan bo'lsam, mana 2 yil o'tib oradan yana video qilib chiqaryapman sizlar uchun. Xo'p, do'stlar, bizning holi kanalimiz holi globalga olib chiqqani yo'q, ya'ni o'zini zakaz bo'limiga olib chiqqani yo'q. Holi kechroq chiqadi. 5-10 daqiqada o'sha boshqalar uchun ham o'sha yig'ib borayotganlar uchun kanalimizni chiqarib beradi, xudo xolasa. Gidata vaqt oladi, to'g'ri. Bu hozir programma chunki Play Marketda yo'q, shuning uchun odam juda kam odam ishlatadi. Bu programmani deyarli o'zim o'sha videodan 30 ming ta odam jalb qilgan ekanman bu programmani yuklab olish, ishlatish uchun. Juda ham ko'payib ketdi orada o'zbeklar. Hozir u video rekka chiqmay qoldi. Mana sizlar uchun yana video chiqaryapman. Bemalol mana shu programmani yuklab olib
keraksiz qo'shimcha akkaunt kiritasizlar. Keraksiz akkaunt, ya'ni keraksiz emas, endi shu qo'shimcha akkaunt kiritasizlar, asosiy akkaunt kiritmaysizlar. Обязательно qo'shimcha akkaunt kiritib, shundan ishlatasizlar. Nimaga? No tarafi aytganimdek mana shunaqa kanallarga a'zo bo'lib turasizlar. Shuning uchun agar chiqib ketib qolsanglar, problem bo'lib qolishi mumkin. 24 so'mdan keyin chiqib ketaverasizlar. Masalan, maksimal 500 tagacha a'zo bo'lsa, premiumsiz akkauntga bemalol ishlataverasizlar. Xullas, shu. Men videoni pauza qilaman, videoni tugatib qo'ymayman. Bu urilishi bilan mana order bo'limida isbot uchun mana 3 ta menyu bo'limida My Orders bo'limi bor. Bu urilishi bilan mana bu yerda ko'riladi nechta a'zo qo'shilgan. Qo'shilishi bilan men обязательно sizlarga videoni davom etib ko'rsatib o'tib ketaman. Va oradan biroz vaqt o'tdi, где-то 30-40 daqiqa o'tib biz tekshirib ko'ramiz. Xo'p, 15 taga a'zo qo'shilibdi. 14 ta to'g'rirog'i. Xo'p, mana Salam Ali, Oleg, Abdunazir, Balobatda Shivan. Bular bu akkauntlar haqiqiy akkauntlar hisoblanadi, chunki bizga o'xshagan odamlar ochib kiryapti. Mana misol uchun Shadow bu guruhda qo'shilganmiz. Biz qo'shilib borayotgan guruhlarga ham bular ham qo'shilyapti, chunki bular ham bitta programmadan nakutka uryapti. Nakutka deb shunaqa tangaga obmen qilyapti. Bir xillar mana ko'rib turibsizlar. Menimcha bu haqiqiy akkauntdan uryapti, akkauntga kirgan. Xullas shu hindistonliklar обязательно любой joyda bor, nakutka degan joyda yoki mana shunaqa programma bo'lsa, обязательно hindlar обязательно bo'ladi bu yerda, mana shu yerda ham bor ekan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Endi Telegramga ham kirib o'tamiz va bu yerdan My Orders. Xo'p, orderlarga ikkita turibdi. Menimcha, lekin bu yerda 14 ta qo'shilib bo'lingan. Menimcha, bilmadim, to'g'rilansa kerak tezda. Programma endi hali ancha bo'ldi. Lekin обязательно qo'shib ishlanyapti. Menimcha yaxshi. Jihad desa ham bo'ladi. Mana shu holatda ishlaysizlar, buni ishlatganda bo'ladi, ishlatmaganda esa ishlatib ko'ringlar, keyin bilasizlar, to'g'rirog'i. Xullas shu, agar nakutka xizmati kerak bo'lsa, ancha videolarimni reklama qilganman, nakutka xizmatlarimni Boss Vlogs botimizni tavsiya qilaman. Mana shu kanalimiz bor. Siz kanalimiz orqali topolsanglar bo'ladi. Kanalimiz video описаниесida qoldirib o'tib ketaman silkasini yoki qidirib mana shu so'zni yozsanglar kanalimiz chiqib keladi. Fake kanalga ishonmanglar. Mana bu kanallarga ishonmanglar. Mana ham o'zim kanalim 114 ta bunaqa kanallarga ishonmanglar, pastdagilarga. Yana 2000 ta 3000 talik kanallar chiqib qoladi bir xillarda. Ishonib o'tirmanglar. Faqat kanal mana shu galchkasi bor, YouTube'da ikonchasigacha. Xo'p, mana shu kanalimga qadab qo'yganman. Botni silkasini bitta ustiga bossanglar, botimiz silkasi chiqadi. Ustiga bitta botga kirishni bossanglar, nakutka botimiz ochiladi. Bot ochib qo'yganmiz. Obuna qo'shishni, bitta qo'shishni bosib, tekshirish bosasizlar bo'ldi. Bot avtomatik sizlarga ishlab beradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buyurtma berish bo'limlarida Telegram, Instagram, YouTube, TikTok barcha xizmatlari bor bu yerda. Obunachi arzonlargacha mana shu xizmatlar, hamma xizmatlar aktiv holatda o'zim nazoratim ostida ishlaydi. Bundan tashqari esa tushunmasanglar qo'llanmalar bo'limi bor. Bu yerda videolar chiqarib o'tgan birinchi qism, ikkinchi qism, nakutka, to'g'ri zakaz berish, avto to'lovlar shunaqa hisobda ishlanadi. Bugungi video shunday iborat-edi. Video yoqmasa videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Ha, aytgancha agar siz programmani ishlatsangiz, обязательно ishlatgandan keyin kommentga o'z izohingizni qoldirib o'ting. Yoqdimi, yoqmadimi, qanday qulayligi bor, qanday qulayligi yo'q, yoqmagan bo'lsa, yoqmagan deb yozing, yoqqan bo'lsa qandaydir so'zlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Обязательно men barcha kommentlarni o'qib chiqaman. Sizlar bilan haqida daqiqalar ichida Boss Vlogs kanali bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.